Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Thierry Henry Anthony Gordonning Barselona jamoasiga o'tishiga munosabat bildirdi. Arsenal afsonasi Henry Anthony Gordonning Barselona safiga kelib qo'shilganidan so'ng uning ispan tilida gapirishga bo'lgan harakatlarini yuqori baholadi. Fransiyalik sobiq hujumchi Angliya terma jamoasi vingeri klubning o'yin uslubiga mukammal darajada mos tushishiga ishonmoqda. Henry transferining jahon chempionati oldidan yakunlanishi muhimligini ta'kidladi. Gordonning Kataloniyada katta muvaffaqiyatlarga erishishini bashorat qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi. Newcastle jamoasidan qariyb 80 million yevro evaziga transfer qilingan futbolchi haqida gapirar ekan. Henry uning tezligi va birga-bir vaziyatlarda himoyachilarni ortda qoldirish qobiliyati ko'kanoranglar hujumini kuchaytirishini aytdi. Ayniqsa, Gordonning hujum chizig'ining istalgan nuqtasida o'ynay olishi Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona uchun qo'l kelishi kutilmoqda. Anthony Gordon ajoyib futbol o'ynaydigan jamoada katta ta'sir o'tkaza oladi deb o'ylayman. U raqib himoyasini cho'zishga qodir, chunki u bo'sh zonalarga yaxshi ochiladi va gol sezish qobiliyatiga ega. U Newcastle safida bo'lgani kabi chapda, o'ngda va markazda ham o'ynay oladi. Bu uchun amalga oshgan orzu bo'ldi, dedi Henry Betway nashriga bergan intervyusida. Gordon Real Madridga xavf tugdira oladimi? Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Dumfries: eng muhimi Yaponiyaga qarshi o'yinga tayyor bo'lish. Denzel Dumfries hozircha Niderlandiya terma jamoasining sport formasidan xavotirda emas. Bu haqda o'ng qanot himoyachisi O'zbekiston ustidan qozonilgan o'rtoqlik uchrashuvdagi g'alaba 2-1dan so'ng aytib o'tdi. Oxirida Dumfries o'zining Realga bo'lajak transferi haqida ham to'xtalib o'tdi. Agar hisobga va o'yinning borishiga e'tibor qaratsangiz, hali o'z ustimizda ishlashimiz kerakligi ayon bo'ladi. Biz ko'rsatgan yaxshi jihatlar ham bor, lekin yaxshilanishi kerak bo'lgan jihatlar ham yetarlicha. Ulardan biri yaratilgan vaziyatlardan tezroq foydalanish. Biz yetarlicha imkoniyatlar yaratyapmiz, lekin biroz palapartish harakat qilyapmiz. Shu sababli hisobdagi farqni oshira olmayapmiz. Buni xavotirli deb aytmagan bo'lardim. Eng muhimi Yaponiyaga qarshi o'yinga tayyor bo'lish. Tushunaman, agar hisobga qaraydigan bo'lsak, bu yetarli emas. Men bu fikrga qo'shilaman. Oldinga siljish uchun har doim imkoniyat bor. Hozir bor e'tiborimni Niderlandiya terma jamoasi va jahon chempionatiga qaratganman. Transfer haqida hozir hech narsa deya olmayman. Eng katta sahna jahon chempionati. Barcha e'tiborimiz shunga qaratilgan. Lekin albatta men baxtiyorman, biroq biz bu yerda muhim missiya bilan yuribmiz, dedi himoyachi. Siz bizni Barselona dan ham ko'proq kuldirdingiz. Atletico Real ning Alvares uchun bergan 150 million yevrolik taklifiga javob qaytardi. 9 iyun kuni Madridning Real klubi rasmiy sayti orqali direktorlar kengashining bugungi yig'ilishida Atletico ga hujumchi Julian Alvaresning transfer huquqi uchun 150 million yevro taklif qilganini e'lon qildi. Biroq Atletico bu taklifni rad etdi va futbolchining shartnomasida ko'rsatilgan tovon puli miqdori 500 million yevro ekanligini eslatib o'tdi. Atletico klubi Real ning X sobiq Twitter ijtimoiy tarmog'idagi ushbu postiga tezkorlik bilan 5 ta kulayotgan emojidan iborat sharh qoldirdi. Shundan so'ng Atletico yana 3 ta bayonot e'lon qildi. Siz Rim papasining Atletico ga muxlislik qilishini aytgan videosini qirqib olibsiz. Ko'rinishidan siz xushmuomalalikni minnatdorchilik bilan adashtirib yuborgansiz. Ammo hech qanday shubha qolmasligi uchun aytamiz. Biz sizlardan hech narsa uchun minnatdor emasmiz. Biz Julian bo'yicha hech qanday taklifni o'rganganimiz ham, ko'rib chiqqanimiz ham yo'q. Agar siz bizni hatto Barselona dan ham ko'proq kuldirsangiz, qanday qilib bir-birimiz bilan chiqisha olamiz? Jaloliddin Masharipov terma jamoa qaydnomasidan chiqarilmoqda. Jaloliddin Masharipov O'zbekiston milliy terma jamoasi qaydnomasidan chiqarilgani xabar qilinmoqda. Uning o'rniga Ruslanbek Jiyanov 26 nafar futbolchidan iborat yakuniy ro'yxatga kiritilishi kutilmoqda. Bu haqda O'zbekiston milliy terma jamoasi atrofidagi manbalarga tayanilgan holda xabar berilgan. Manbalarga ko'ra, Masharipovning terma jamoadagi faoliyati ham yakunlanishi ehtimoli mavjud. Biroq bu borada hozircha rasmiy tasdiq e'lon qilinmagan. Hodisa yuzasidan qo'shimcha rasmiy ma'lumotlar kutilmoqda. Sizningcha terma jamoamizdagi texnikasi eng kuchli bo'lgan futbolchimiz tarkibdan chiqarilgani qanchalik to'g'ri qaror bo'lishi mumkin? Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.